Ushbu videoni homilador oilalarga ko'rishni tavsiya etmaymiz. Ko'rib turganingiz mana shunday dalada Avaz akamiz 14 gektarga tarvuz ekkan. Mana shunday tarvuzlarni, ajoyib tarvuzlarni ekkan. Bizdan 20 tonna biogomus olib ishlatgan Avaz akamiz, dehqon akamiz. Mana o'zidan odzivlarni eshitamiz. Avaz aka, biogomus qanday bo'ldi? Biogomus zo'r bo'ldi aka. Biogomusni mana biogomusning natijasi bu tarvuzlar. Biogomus ekilgan. Har bittasiga bir shokasidan biogomus tashab chiqqanmiz. Har bir ko'chatimiz tagiga. Natija qanday bo'ldi? Natija mana ko'rib turibsizlar. Yaxshimi endi? Natija Allohga shukr, biz kutgandan ham yaxshiroq. Yaxshi o'tiribdi. Gektarga 2 tonnadan mana shu tarvuz ko'chatlari tagiga biogomus olgansiz. 2 tonnadan biogomus berdik. Hozir mana bu yerda nimaga palaklaringiz mana bunday ahvolda bo'lib turibdi hozir bu palaklar? Bu palaklarimiz birinchidan bu yoqdagiga nisbatan biogomus bermaganmiz. Kamroq bergansiz. Biogomus kam tashlaganmiz. Nomiga tashlagan tagiga. Tashlagan. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana shunday biogomusni o'zining solish me'yorlari ham bor. Mana dehqon akamiz mana bu tarvuz ko'chatlariga kamroq solgan ekan. Natijasi unga qaraganda ancha orqaroqda. Shuning uchun me'yorda solgan yaxshi bo'ladi har doim. Mana shunday kimga mana biogomus bilan shug'ullanib, biogomus ekaman deydiganlar bo'lsa, mana Jasur akamizga murojaat qilasizlar. Biogomusni yetkazib beradi. Biogomusda biz barakat topdik. Shuning uchun aytdim aka, keling, o'zingiz bitta video qiling. Mana ko'ring tarvuzlarni qandayligini degan maqsadda telefon qilib chaqirdim. Rahmat.